Bu qishloqqa jonimga tegdi. Qachon uyini tartibga soladi deya o'tlar o'sib ketgan, hamma yer rasvo. Mana bu oyna artilmagandan malla bo'lib ketgan. Uyning ichida o'zi nima qilyapti? Taxtalarini qaranglar, qorayib ketgan. Men bu qishloqqa ming bor aytdim, uyini tartibga solsangchi deb. Qo'y qishloqqa, uyingdasan bilaman, kir oynalaring ham seni berkita olmayapti. Sen nimalar bilan shug'ullanyapsan? Men stressga tushdim. Nimaga tushding? Sen tushunmaysan baribir. Qishloqqa qo'ysangchi, sen shunchaki kublar jangida yutqazganingni ko'tara olmayapsan. Sen undan ko'ra mana bu kubingni olib tashla. Men 100 yil oldin olib tashlaganman. Deyarli olib tashlaganman. Sening oldingda meniki top toza. Qachon bu kubni olib tashlaysan? Qancha payt u meni ko'zlarimdan o'rtab quyoshda to'sib turadi? Urmasangchi, stressga tushishga ham qo'ymaysanmi? Qanaqa zamon bo'ldi? O'zim men yutdim. Shuncha payt o'ylab ko'p qilgandim. Sen bo'lsa g'uromlik qilgansan. Qishloqqa sen shunchaki mag'lubiyatni tan olishing va mana bu uyni va nihoyat ta'mirlashing kerak. Bu menga yoqmayapti umuman. Qishloqimizda mana shunaqa rasvo uy borligi. Nechi bor aytay senga stressdaman deb. Mayli, uyingni bo'lmasa ham hech bo'lmasa kubni. Yo'q. Men seni videoing uchun shuncha harakat qildim. Endi tozalayapmi? Yo'q, o'zing tozala. Yo'qsa umuman videolaringda qatnashmayman. Yaxshi, unda qatnashma. Bemalol qatnashmasliging mumkin. Faqat ko'zimga ko'rinma boshqa. Beshov va nihoyat o'zi qanday aytishni bilmayotgandim. Va nihoyat mana shu videolaringdan qutulib, avvalgidek maza qilib yashashni boshlayman. Yaxshi, faqat oldimga zerikishdan o'ylayapman deb kela ko'rma. Suvingni borib tushingga ayt. Bir kundan so'ng. Stressga tushib, jo'ga tegdi-ku. Odatda bu vaqtda video olayotgan bo'lardik. Obbo, zerikib ketdim. Lekin hozir borib kechirim so'rash ham bo'lmaydi. Kechirim so'rashni yomon ko'raman. Menga qandaydir reja kerak. O'zim ham savdo quruvchisam, hammasi avvalgidek bo'lsa. Bo'ldi, endi g'oyani amalga oshirish qoldi. O'zi birinchi bo'lib gap boshlaydi hozir. Balki va nihoyat nima qilayotganingni aytarsan. Birinchi bo'lib gapirdik-ku, oxiri. Shunchaki bu qilayotgan ishlaring meni hayotimga ham aloqador. Mayli, shunchalik qiziq ekan aytaman. Qishloqni ikkiga bo'lyapman. Yarmi senga, yarmi menga. Nima qilyapsan, tushunmadim. O'zing aytmadingmi, men ustaman, qishloqni yashataman deb, mana endi ko'ramiz, qishloqni teng ikkiga bo'lamizda, hammasi aniq bo'ladi. Yaxshi, qishloqni demak teng ikkiga bo'lamiz. Sen o'z tarafingni xohlaganingcha o'zgartirasan, men o'z tarafimni xohlaganimcha o'zgartiraman, to'g'rimi? Ha, yana muhlat ham bor, kechgacha. Kechgacha kimning tarafi zo'r bo'lsa, o'sha g'olib va mag'lub kecha bo'lgan hodisa uchun kechirim so'raydi. Bilasanmi nima? Bu ajoyib g'oya. Sen yaxshisi hozirning o'zidayoq qanday kechirim so'rashni tayyorgarlik qilsang bo'lardi. Suvingni borib tushingga ayt. Xo'sh, qoidalar aniq. Biz kun oxirigacha qishloqning bizga tegishli tarafini xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin. Bilmadim qishloq o'zining tarafida nima qiladi, lekin menda bir g'oya bor. Birinchi navbatda qishloqning zumrad kubini olib tashlaymiz. Obbo, menimcha Minecraft qotganga o'xshaydi. Mana muammo ham bittaga kamaydi. Albatta birinchi navbatda qishloqdagi mana bu eski toshlarni hammasini yangi g'ishli toshlarga almashtirib chiqaman. Menimcha shu ancha yaxshiroq ko'rinyapti. Toshlarni almashtirib bo'lganim zahoti taxtalarni ham almashtiraman. Qiziq, mana bu quduq teng ikkiga bo'lingan, to'g'rimi? Bundan chiqdi quduqning yarmi qishloqqa tegishli. Video oxirida ko'ramiz kimning tarafi yaxshiroq bo'ladi. Lekin hozircha u o'zining qudug'iga hech qanday o'zgartirishlar kiritmagan. Mana bunday xona ichidagi jihozlarni ham hali hammasini almashtirishimizga to'g'ri keladi. Faqatgina toshlarni almashtirgan bo'lsak ham qishloq menimcha ancha chiroyliroq bo'ldi. Xo'sh, endi qishloqdagi barcha eski taxtalarni almashtirib chiqamiz. Va bu uchun men mana bu 3 ta taxtadan bittasini ishlataman, lekin qaysi biri? Menimcha tanlov aniq, mana bunisi. Vaqtimiz cheklangani uchun bu safar komandalarni ham ishlataman. Menda ajoyib reja bor. Birinchi bo'lib mana bu taxtalarni hammasini oynalarga qo'shib almashtirib tashlaymiz, oyna eshiklarini esa oxirida qaytaramiz. Xo'sh, menimcha mana bu uy mening qishlog'imga umuman to'g'ri kelmayapti. Yana buni ichida hech kim ham yashamaydi. Menimcha uni olib tashlash ancha to'g'ri bo'lardi. Sababi mana bu uyga ham xalaqit beryapti. Shuning uchun hozirroq ikkita zarba beramiz va olib tashlaymiz. Ha, menimcha ancha yaxshi bo'ldi. Mana bu uyni esa tomini ham almashtirish kerak yangi taxtalarga. Qani eshitaylikchi qishloqni nima qilyapti ekan? Mana bunday ajoyib. Meni qishlog'im eng kuchli bombalardan ham qo'rqmaydi. U nima, bunker quryaptimi? Endi mana bu uyning interyeriga o'tsak ham bo'ladi. Hamma eski taxtali narsalarni yangisiga almashtirib tashlaymiz. Mana bunday qilib. Va albatta mana bu stollarni ham almashtirish kerak. Lekin bunaqa taxtadan plita bo'lmasa kerak. Nimani ishlatsam ekan? O, temir. Menimcha bu ham ajoyib ko'rinadi. Ha, ajoyib ko'rinyapti. Verstakni ham almashtirish kerak. Ming afsuski oq daraxtdan verstak topolmadim, lekin hech bo'lmasa mana bunday verstak bor ekan. Hech bo'lmasa pol bilan mos bo'ladi. Hop, tayyor. Endi barcha eski oynalarni hammasini mana bunday oq oynaga almashtiramiz. Mana bu qolib ketibdi-ku. Buni ham albatta to'g'rilashimiz kerak. Ajoyib. Bu uy bilan menimcha butunlay tugatdik va hammasi zo'r ko'rinyapti. Faqat eshik ham qo'ysak tayyor. Mana bu kichik uychalarga ham endi bemalol oynalarni qaytarsak bo'ladi. Mana bu yerga esa eshikni. Qishloq borgan sari yaxshilashib boryapti. Hammasi ajoyib. Faqat mana bu taxtalarda o'rniga nima qo'ysam ekan? Bu unchalik ham to'g'ri kelmayapti. Boshqa narsa topish kerak. Agar hamma daraxtlarni mana bunga
aralashtirsak, bu dahshatli ko'rinyapti. Men juda ham ko'p eksperimentlar o'tkazdim va menimcha mana bu blokdan ko'ra yaxshiroq mos keladigani yo'q. Bu ham ideal emas, lekin mayli teshib chiqmaydi. Eski to'siqlarni esa yangi qayindan qilingan to'siqlarga almashtiramiz. Tomorqalar chetidagi taxtalarga esa mana bu blok menimcha shunchaki ideal tarzda mos keladi. Sezib turganingizdek mening qishlog'im oppoq qishloqqa aylanyapti. Bu yana nimasi bo'ldi? Qishloq u yerda nimalar bilan shug'ullanyapti? Qishloqdagi hozirgi yo'lakchilar shunchaki tuproqning ustidan ko'p yurishdan paydo bo'lib qolgan va bu shunchaki sharmandalik. Buni hammasini yaxshi zo'riga almashtirish shart. Endi mening qishlog'imda shunchaki yurish ham yoqimliroq bo'ladi. Hech bo'lmasa oyoq chang bo'lib ketmaydi. Ajoyib, bu hattoki men o'ylaganimdan ham yaxshiroq ko'rinyapti. Endi faqat mana bu bir qatorchalarni ham to'g'irlash kerak. Bu ham mening qishlog'imga kiradi-ku baribir, to'g'rimi? Bo'ldi, toshli yo'laklarni o'rnatib bo'ldim. Mana bu yana nima bo'ldi? Qishlog'iga nima bo'lyapti axir? Nima u 80-yillarga qaytib qoldimi? Nima uni tarafidan rang o'chib ketdimi yoki? Menimcha tomorqadagi ekinlarni ham almashtirishimiz kerak. Men aynan mana bunday oq o'simlik topdim. Agar bu o'sganda oppoq bo'lsa, ajoyib. Hamma yo'g'iga mana shuni ekaman. Bu nima bilmadim, lekin oq demak bizga to'g'ri keladi. Biz yaratayotgan oppoqqina qishloq uchun bu aynan mos keladi. Faqat yana hammasini o'stirib chiqish kerak. Mana bunday qilib tayyor. Xo'sh, endi qishloqqa nima yetishmayotganligini o'ylashimiz kerak. Endi kichik dekoratsiyalar bilan shug'ullanamiz. Mana bunga o'xshagan gulxan, faqat oldidan ham o'tlarni olib tashlash kerak, yo'qsa yong'in bo'lishi mumkin. Bu esa hazil emas, qishloqsiz qolsam qishloq yutadi. Gulxan oldida o'tirish uchun esa stollar qo'yamiz. Yo'q, bu juda ham dahshatli ko'rinyapti. O'tirib ham bo'lmas ekan. Mana bular boshqa gap. Menimcha mana bu ancha yaxshiroq ko'rinyapti. O'tirsa ham bo'ladi, bemalol olov oldida. Yana ora-sorada futbol ham o'ynab turishi mumkin. Shuning uchun qayergadir mana bu koptokni ham qo'yish kerak. Faqat toshning ustiga emas-da, masalan, mana bu yerga. Bo'ldi. Ko'chada ozgina mizg'ish uchun joy sifatida esa mana buni qo'yamiz. Faqat bu negadir xato qo'yilyapti, la'nati. Bo'ldi, bir nima qilib o'rnatdim. To'g'ri, bu havoda osilib turgandek ko'rinishi mumkin, hattoki shunday ham, lekin bu Minecraft ekanligini hisobga olsak, hammasi joyida. Endi qishloqda hamma yerga o'rindiqlar va chiqindi qutisi joylashtirish kerak. Bu juda ham muhim. Xohlagan joyda shunchaki o'tirib tabiatdan bahramand bo'lish mumkin. Hamma yerga qo'yamiz. Meni uyimning oldiga ham bitta, faqat mana bu devor juda ham xalaqit beryapti. Qishloqqa ozgina yashillik qo'yish uchun hamma yerga mana bunday o'tlardan ham qo'yib chiqamiz. Har bitta o'rindiqlar orqasiga ham. Menimcha bu juda ham zo'r ko'rinadi. Oxirida esa mana bu burchaklarni hammasini o'tmas qilish kerak. Nega deysizmi? Sababi bu yerda to'p o'ynaymiz dedim-ku. Bu yerga qoqilsang, shu qadar og'riydi-ki, shuning uchun hammasini o'tmas qilish ajoyib bo'lardi. Mening qishlog'imda xavfsizlik juda ham muhim. Yana to'p ham portlab ketishi mumkin bunga tegsa. Mana buni ham ozgina tekislaymiz. Sen bilan hammasi joyidami? Nima bo'ldi bu blokka? Mana tayyor. Mening qishlog'im butunlay tayyor bo'ldi. Endi bo'lsa qishlog'ini kutish qoldi va siz xohlasangiz izohlarga kim yutganini yozib qoldirishingiz mumkin. Kimning qishlog'i yaxshiroq bo'ldi? 1, 2, 3, devor yo'qmi? Qishloqi, adashmasam biz kimning qishlog'i yaxshiroq bo'ladi degandek, seni qishlog'ingga nima qilgan? Qanchalik qo'rqinchli bu? Yaxshi deganda faqat go'zallik tushuniladimi? Xavfsizlikchi, meni qishlog'imga yadroviy bombayda ikkita tushmaydimi? Ha, dahshatli. Kel, birinchi seni qishlog'ingni ko'ramiz. Mana buni ko'ryapsanmi? Nega diaritdan bilasanmi? Nega ekan? Sababi u 200 yil turadi. Nima chiroqlarga tikilyapsan? Bular ham shu. Meni qishlog'imga yadroviy bomba tushsa, hattoki yorug'liksiz ham qolmayman. Rostini aytsam, men bo'yi sen bunker quryapsan deb o'ylabman, lekin bu undan ham o'tib tushdi. Oho, bu yerni alohida ta'mirlabsan-ku, mana bularni qaranglar, voy, ko'zlarim og'rib ketyapti bularning hammasidan. Qanchalik ko'zlarni og'ritadigan qala qilibsan sen? Bu qala emas, qishloq. Yana ozgina vaqt yursang, ko'zing o'rganadi. yo'q oqib tushadi. Hattoki mana bunaqa narsalar ham qo'ydingmi? Ha, qishloqing ajoyib. Qani ko'raylikchi, o'zingni uyingni qanday ta'mirlabsan? Dahshatli, hattoki kitoblar ham yo'q. Nimaga? Men shularni qilishga 100 yil vaqtim ketdi. Tomorqangga nimalar ekding? Bular ham radiatsiyaga chidamlimi? Bilmadim, mana shular chiroyli ko'rdi, ekdim. Nima tushini ham bilmayman, lekin hech narsa tushmaskan. Mayli, yur qishloqqa. Endi men senga o'zimni qishlog'imni ko'rsataman va u qanday bo'lishini ko'rsataman. Ko'ryapsanmi? Hammasi oq, hammasi chiroyli, hammasi chiroyligina, tozagina, zo'rgina. Mana bu markazda esa mazza qilib kamin oldida o'tirishing mumkin yoki ana bu yerda ko'p-to'q bor, o'shani tepishing mumkin. Tushunyapsanmi qanchalik mazza? Charchagan vaqting hamma yerda o'rindiqlar bor. Sen shuni qishloq deyapsanmi? Buncha ham yer oppoq, ertasi kuni hammasini mog'or bosib qorayib ketadi. Hech ham unaqa bo'lmaydi. Hattoki menda ko'ryapsanmi, ko'p-to'q ham bor. Futbol o'ynasa ham bo'ladi. Rostdan qochib turchi, men tepaman hozir. To'xta, bundan oldin boshqa narsalarni ham ko'rsatay. Mana bu yerda bemalol mizg'isang bo'ladi. To'xta, men birinchi tepaman, keyin davom ettirasan. Vop.
La'nati xitoyliklar ichiga biton tiqib ketishganmi nimada? Sen undan ko'ra bu yerga kel, qala men uyni ichlarini qanday chiroyli qilib tashlaganman. Hammasi ajoyib, hattoki verstak ham mos. Men rosa qidirgandim, o'z verstak chiqmadi. To'xta, mana buni nimaga almashtirmagansan? Minus qishlog'ingni diaret stolchalar bilan baholayman. Mana buni sen bunga umuman teginmagansan. Bunga ikkita diaret stolcha. Bu tomorqani butunlay ko'zdan qochiribman. Mana yana bitta diaret stolcha minus. Bu dorivonni haftada qara sarg'ayib yotibdi, nega almashtirmading? Pachoq. Nima bo'lganda ham baribir mening qishlog'im yaxshiroq chiqdi. Yo'q, bekorlarni 3tasini yeyapsan, hech qanaqa zo'rmas. Menimcha sen baribir kechirim so'ramaysan. Mayli do'stlar, sizlar esa izohlarga qaysi qishloq zo'rroq bo'lganini yozib qoldiring. Agar xohlasangiz obuna bo'lsangiz ham bo'ladi. Shu fikringga qo'shilaman.